Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 12-darsimiz. Bugun o'tadigan mavzuyimiz, ya'ni metodimiz replace all metodi bo'ladi. Biz o'tgan darsda replace metodini ko'rgandik. U string ichidagi birinchi kelgan o'xshash so'zni topib, ikkinchi bergan qiymatimizga ko'ra o'zgartirardi. Bugungi metodimiz replace all. String ichidagi barcha mos keladigan qiymatlarni almashtiradi. Ya'ni replace bilan farqi shunda. Replace faqat birinchi mos kelgan qiymatni o'zgartirardi, replace all esa barchasini o'zgartiradi. Asl stringni o'zgartirmaydi, yangi string qaytaradi. Kodni kopiya qilib olaman. Oddiy text degan o'zgaruvchi olma juda shirin, olma foydali degan string saqlayapti. New text degan o'zgaruvchi e'lon qilinyapti va text o'zgaruvchi chaqirib replace all metodi chaqirilyapti. Ya'ni birinchi qiymat sifatida olma so'zi berilyapti. Ya'ni matn ichida ikkita olma so'zi bor, bu ikkalasini ham topadi va banan so'ziga o'zgartiradi. Va console logga new text deb o'zgaruvchini chaqiryapmiz. Terminalni ochib olaman. Node strings.js deb ishga tushirib olaman. Strings bo'lib ketibdi. Node strings.js. Mana ishga tushdi. Banan juda shirin, banan foydali. Aslida bizga olma juda shirin, olma foydali chiqish kerak edi. Agarda bu qatorda kommentariya qilib console logga text o'zgaruvchini chiqaradigan bo'lsam, olma juda shirin, olma foydali va new textni chiqaradigan bo'lsam, ya'ni asl string o'zgarmadi. Asl string o'zga text o'zgaruvchisi edi. Biz yangi o'zgaruvchi yaratib, new text degan o'zgaruvchi yaratib, o'sha yangi qiymatni unga tenglab qo'ydik. Va ishga tushiramiz. Banan juda shirin, banan foydali. Ya'ni new text qiymati olma so'zini banan so'ziga o'zgartirilgan string saqlayapti. Ya'ni text o'zgaruvchisiga tegmayapti. Yangi o'zgaruvchi e'lon qilinib, qiymatni saqlayapmiz. Ikkinchi qismiga o'tamiz. Replace all regular expression, ya'ni regexni kengaytmasi regular expression deyiladi, ishlatish. Ya'ni biz o'tgan darsda ham regular expressiondan foydalangandik. Replace metodida, ya'ni katta kichik harflarni sezish uchun ana ikkita slash bilan regular expression yaratib i tagi bilan hosil qilgandik. Xuddi shu narsani replace allda ham ishlatish mumkin, faqat biroz boshqacharoq. Replace metodida bu i edi. Replace all metodida esa bu g flag yordamida ishlaydi. Kodni kopiya qilib bu yerga tashlayman. Bu yerda yana olma va banan, olma juda shirin. Ya'ni bu yerda olma bosh harf bilan, bu yerda esa olmani kichik harf bilan kirityapmiz. Ya'ni regular expression slashlar ichida va g flagidan foydalanyapmiz. Ishga tushiradigan bo'lsak, banan va banan juda shirin. Ya'ni almashtirdi. Agar regular expression ishlatmasdan shunchaki kichik harf bilan olmani o'zini yozib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni katta kichik harflarning farqlari edi. Va bizda olma va banan juda shirin degan matnni chiqarardi. Ya'ni olma o'zgartirmasdi. Ya'ni regular expressionsiz o'zgartirmasdi. Buni solga qaytarib qo'yib, ishga tushiramiz. Banan va banan juda shirin. Replace all yordamida matn tozalash bu oddiy bitta amaliyot. Buni kommentariya qilaman. Bu yerda oddiy probellar tashlab ketilgan string bor. Salom dunyo, qanday ahvol degan string saqlayapti va barcha probellarni topib 5 stringga almashtirib qo'yadi. Ya'ni so'zlar bir-biriga yopishgan holda chiqadi. Ishga tushirib ko'radigan bo'lsak, salom dunyo, qanday ahvol degan matn chiqyapti. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Hammaga rahmat.